Allah'ın türlerini baha Farhat Kafe salonumuzda somsa, şaşlık, balık 35 milyondan kas teritoriyaga dastlabkilar mavjud. Rustam Bo'stonga assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Farhat kafesine kelganmiz. Bu yerda ovqatlar menularini 15 xildan ziyod ovqatlarning turlari mavjud ekan bu yerda. Eng muhimi endi sovuq tushib keldi bizga. Sovuqda uyda o'tirib dastlabkilar nechik bo'ladi? Nechik ovqatlar bor? Necha so'mdan? Buni video davomida ko'rib chiqamiz. Esa endi obunachilar Rustam Bo'ston yana ketdik. Hamma ma'lumotni Rustam Bo'ston beradi bizga. Qo'ldan Rustam Bo'ston yana keldik. Assalomu alaykum, Rustam aka. Bizga yana obunachilar Rustam Bo'ston shu Farhat kafening ishchisi. Ham shunday ukamiz ajoyib kanallari bor. Shunday Instagramda olib boradi. Shu yerdan biza Farhat kafedan ovqatlarning turlarini, baholarini bilmay keldik. Endi sovuq kunlar boshlandi. Shunga dastlabkilar bor deydilar. Baholari shularni bilish uchun ma'lumotlarni yana Rustam Bo'ston bilamiz. Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Farhat Kafe salonumuzda somsa, şaşlık, balık, gamburg, tushonka, yilik sho'rva, qo'y go'sht tandir bor, keyin steak bor, keyin kuskova shashlik, qo'y go'shtdan kuskova shashliklar bor. Hammangiz kelib mazza qilib yeyishga kelsangiz bo'ladi. Dastlabkamiz shu bag'at narxi 100 ming so'mdan oshsa bepul yetkazib beramiz. Yaxshi bo'ladi bir qisqacha bir baholari somsa 15 ming so'm, shashlik 12 ming so'm, qo'y go'sht tandirimiz 250 ming so'mdan kilosi. Keyin steak bor 180 ming so'mdan 1 kilosi. Keyin kuskova shashliklar 35 ming so'mdan. Keyin ko'za sho'rvalar 35 ming so'm, yilik sho'rva 30 ming so'm. Balıklar oq baliq 65 ming so'm kilosi, sazan 100 ming so'm, setka balık ham 100 ming so'm kilosi. Piyostri bor 80 ming so'mdan. Baholarni bilib chiqamiz endi bu ovqatlarni. Bu tovuq 80 ming so'm kilosi. Bu qo'chqor go'shti, tandir, qo'chqor go'shti, ya'ni tandir. Bu 250 ming so'm. Bu steak 180 ming so'm. Qo'chqor go'shtini bo'lgan o'tirma shashliklarimiz bor 35 dan. Mol go'shtini bo'lgan ham 30 mingdan. 30 mingdan. Ko'za sho'rvalarimiz 35. Gamburgimiz 15 dan ekan. Lavoshlarimiz 35 dan ekan. Qo'ldan kelgancha narx-navolarni ko'ryapsiz chiqdik deb o'ylayman. Sizga yoqqan bo'lsa bir layklarni bosib, shopir akalarga, yo'lda yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Ham shu sovuqdan ishlaman ekan endi bu kafega bormagan, shunday dastlabkilar bormagan deb yurgan aka-ukalar jo'natib qo'yasalar. 100 ming so'mdan oshsa narxini shu xaridingiz, shu baliqxona Farhat Kafe shu G'irdavagida 10 kilometrgacha dastlabkasi mavjud ekan. 10 kilometrgacha. Shu ekranda nomerlar yozib qo'yamiz, shuni olib qachon qilib Assalomu alaykum. Yaqin ishda. Rahmat. Endi mana yeb ko'rish qoldi, xudo xolasa. Qayerda bismillah alaykum. Bismillah. Qanaqa? Kan bag'azim bering kan. Tamga qara tamga. Zo'r, rahmat. Ajoyib. Betakror tam. Men bunday tamlarni ko'rgan emasman. Rahmat, borlarga shukr. Endi mana kelib shu telefon nomerlarga aloqa chiqarsalar, dastlab ketasizlar, 100 ming so'mdan ziyod xarid qilsangiz, dastlabki 10 kilometrgacha shu baliqxonaning territoriyasidan 10 kilometrgacha bepul bo'ladi ekan. Buni endi yeyish kerakmi? Buni so'lina qarang, so'lina. Mo'jizaga betakror degan narsa bu. Bizlarda Farhat kafeda kutib qolamiz.
Like'larni bosib qo'ying. Zo'r.